Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar. Qanday qilib biz trener bo'lamiz? Menga tizim bering. Bu yerda ma'lumotlar juda ham ko'p. Siz bergan guruhdan biz qanday foydalanishni bilmayapmiz deydiganlar uchun video qildim. Demak, qanday bo'ladi? Birinchi, siz bu darsdagi, ya'ni video kursdagi videolarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shunda ham to'liq emas, shunchaki videoni ko'rish emas. Siz uchun zarur bo'ladigani mana bunday yoki bundan kichikroq abakus sotib olish. Keyingisi esa videolarni ketma-ket ko'rib chiqayotgan vaqtingizda belgilab borishingiz uchun men sizga lichkangizga tashlab bergan trener kundaligini chiqarib olish. Va shundan keyin birinchi darsni ko'rib chiqasiz. Birinchi darsni ko'rdingiz deylik. U yerdagi ma'lumotlarni bildingiz. Nima qilishingiz kerak? Boshlang'ich kitobni siz to'liq misollarni abakus yordamida hisoblab chiqasiz. Agar to'liq ishlab chiqish uchun vaqtingiz yetmaydigan bo'lsa, har bir betdan, ya'ni har bir sahifadan siz 10 tadan misollarni hisoblab chiqing. 10 ta hisoblab chiqing, yetadi. Va bu tugatdingiz. Endi nima qilish kerak? Endi formulasiz misollar endi tugadi. Demak, siz qo'shish, ayirish amallarini formulasizini tugatdingizmi? Endi formulali misollarga o'tishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu qanday deyilsa, formulali misollar kichik do'stlar misollari bo'ladi va kichik do'stlarda qanday? Misol uchun 4 qo'shamiz 4, 5 ni qo'shib 1 ni ayirish yoki deylik 7 ayiramiz 3, 5 ni ayirib 2 ni qo'shish kabi misollar. Demak, bunaqangi misollar, ya'ni osmon toshdan foydalanish orqali amalga oshiradigan kichik operatsiyalarni biz kichik do'stlar formulalari deb ataymiz. Demak, bu ustunda hattoki mana bu ustunda ham osmon toshidan foydalanishga majbur bo'ldikmi? Qaysidir sonni qo'shish uchun osmon toshini qo'shib, qaysidir sonni ayirishga yoki qaysidir sonni ayirish uchun osmon toshini ayirib, qaysidir sonni qo'shishga majbur bo'lsak, bu kichik do'stlar deyiladi. Mana shuni o'rganishingiz kerak. Bu qo'shish va ayirishning, demak, siz qo'shish va ayirish amallarini bajaryapsiz. Bundagi formulasiz. Keyin esa kichik do'st. Kichik do'st formulalarini siz o'rgandingiz, bajardingiz. Endi nima bo'ladi? Endi chap qo'ldan, ya'ni o'nlikdan yoki yuzliklardan chap tomondan foydalanadigan formula keladi. Misol uchun deylik, 3 qo'shamiz 8, 10 ni qo'shib 2 ni ayirasiz. Yoki 11 ayiramiz bo'lishi mumkin 2, 10 ni ayirib 8 ni qo'shasiz. Ya'ni chap tomondan foydalanmasangiz, osmon toshi bilan ish bitmaydi. Mana bu yerning o'zi bilan ish bitmaydi. Bu katta do'stlar deyiladi. Shu narsani o'rganasiz. Va siz uchun zarur bir mashq bor. Bu 100 marta qo'shish mashqi. Har bir trener bajarmasdan bu bosqichdan o'tib keta olmaydi. 100 marta qo'shish. Eslab qoling. 100 marta. Qanday bo'ladi? Oddiygina birni 100 marta qo'shib chiqsangiz, mana shunday qo'shasiz. 10 qo'shdimmi? Mana shunaqa qilib turib siz 100 marta qo'shasiz, oxiri javob 100 bo'ladi. Keyingisi 100 marta ayirib chiqasiz. 100 dan 1 ni ayiramiz, 99, 98, 97 va hokazo ketdi. Mana shunday 1 ni ayirib chiqasiz, ketma-ket 0 qolgungacha. Bu faqatgina 1 ni amalga oshirgandingiz. Ya'ni faqatgina 1 ni siz qo'shish va ayirishni amalga oshirdingiz. Keyin 2 ni, keyin 3 ni, keyin 4 ni. Mana misol uchun 4 ga bitta misol keltiray. 4 qo'shamiz 4, qo'shamiz 4, qo'shamiz 4, qo'shamiz 4. 20 chiqdi mana. Mana shunday 4 ni 100 marta qo'shishni bajardingiz va hokazo buni 9 gacha har bir sonni bajarib chiqasiz. 100 marta qo'shasiz, 100 marta ayirasiz ham. Nima uchun? Chunki siz ko'paytirish va bo'lishda qiynalmasligingiz kerak. Bunda nima bo'ladi? Yo formulasiz, yo kichik do'stlar, yo katta do'stlar formulalari ishlaydi xolos. Ba'zan kichik do'stlar va katta do'stlar teng-tengga qo'llanadigan joyga keladi. Masalan, deylik, siz 6 ni qo'shib chiqyapsiz. 6, yana qo'shamiz 6. 10 ni qo'shasiz, 4 ni ayirasiz. Buning uchun 5 ni ayirib 1 ni qo'shasiz. Yoki bo'lmasam deylik, 13 ayiramiz 8. 10 ni ayirasiz va 2 ni qo'shasiz. Buning uchun 5 ni qo'shib 3 ni ayirasiz. Boshqacharoq aytsak, 13 ni ayirib 5 ni qo'shayotgan bo'lasiz. Mana shunday mix formulalar ham chiqadi, aralash, ya'ni oila formulalari. Bularni ham sizda yod bo'lib ketishi uchun 100 marta qo'shib chiqish amalini albatta bajarishingiz kerak. Bundan avval esa siz kichik do'stlar va katta do'stlarni biz bergan 6-dars yoki
9-darsdagi kitoblardan foydalanib mustahkamlab olasiz. Kitoblarni chiqarishga sharoitimiz yo'q bo'lsa, men bergan trenajyordan foydalanasiz. Trenajyor bu Mindskills, Mental Arithmetic klub saytlari. Shu bilan birgalikda siz bitta dastur aytaman, shuni albatta o'rnatishingiz kerak. Buni yuqoriga yozamiz. No Abacus. Bu dastursiz mental arifmetikani o'rganish absolyutno qiyin va bu dastur bilan ancha oson. Keyin Simple Soroban, S5 va boshqa dasturlar bor. Ularni ham yana siz olib o'rganishingiz mumkin bo'ladi mustahkamlash uchun. Lekin noldan o'rganyapsizmi? Mana bu dastur albatta bo'lsin. Trener kundaligini albatta chiqarib oling. Kichik do'stlar, katta do'stlar formulalar bor bo'lgan bizdagi boshlang'ich, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi kitoblardan misollarni ishlab chiqing o'zingiz. Endi keyingi navbat nima bo'ladi? Keyingi navbat uslublar, metodlarni o'rganishga. Ya'ni siz bolalarga qanaqa qilib o'rgatishim mumkin bu formulalarni? Formulasizni qanaqa o'rgataman? Abacusni qanday tanishtiraman? Boshlanishda yo'q. Siz yo'lingizga 2 yoki 3 ta o'quvchilarni topishingiz kerak, bu shart. Aqlli bo'lish kerak ular. Siz bilan tengdaniga o'rganib ketsa ham bo'laveradi. Hali ish boshlamasdan turib, noldan o'rganayotgan inson yoniga 2 yoki 3 ta aqlli 10 yosh atrofidagi bolalarni olishi zarur. Bu amaliyot uchun. Agar o'quvchilaringiz bor bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'rgatib ketsangiz ham bo'laveradi. Mana shunday. Keyingi bosqichlar nima deyilsa, bo'ldimi? Keyin ko'paytirishni o'rganasiz. Demak, qo'shish, ayirish, ko'paytirish, keyin bo'lish. Keyin kvadrat, ildizlar o'rganiladi. Foiz hisoblashlar ham, kasr sonlar ham xuddi shuni ichida bo'ladi. Bo'lish kitobining ichida. Va siz mental arifmetikani kursini tashkil qilish uchun 13-darsimizni to'liq ko'rib chiqasiz va o'sha kursni tashkil qilishni o'rgangandan keyin birinchi qiladigan ishingiz o'zingizga yuqori baho berish, lekin atrofdagilarga esa bunday ko'z bilan qaramaslik. Siz mental arifmetikani foydasini bilasiz, shuning uchun boshqalarga reklama qilasiz, lekin ular buni foydasiz deb o'ylashiga tabiiy qarangda, boshqa odamlardan foydalaning. 10 ta joyga taklif qilib borsangiz, 5 ta joy yoki 3 ta joy siz uchun xo'p deydimi? Demak, shunisini tanlashingiz kerak. 7 ta joyga borsangiz hamma sizni rad etsa, demak tushuningki, yo siz noto'g'ri taklif kirityapsiz, yoki qolgan 3 tasi aniq sizga rozi bo'ladi. Tushunarli-a? Mana shunday. 10 tadan 2 ta yoki 3 ta odam odatda aniq ko'nadi bu sohaga va siz bu kursni boshlab, bolalarga o'rgatib, natija bo'lishi uchun asosiy ishni, ya'ni eng boshda bola qanday holatda keldi? Videoga oling va oradan 2 oy yoki 1 oy o'tgandan keyingi bolalar formulasiz misollarni tasavvurda hisoblayotganlarni ham videoga oling. Ba'zilar aytishadi, hatto tushuncha, trener o'zi tasavvurda hisoblay olmaydi deyishadi. Buni tasavvurda hisoblashni o'rgata olmaydigan mentorlar, ya'ni o'zi mental arifmetikani bolalarga o'rgatadi, o'zi tasavvurda hisoblay olmaydi. Shu bilan birgalikda trenerlikka ham tayyorlayman deydi, lekin o'zi tasavvurda hisoblay olmaydi. Mana shunaqa insonlar aytishadi. Shaxsan o'zim tasavvurda hisoblay olaman va sizga ham buni o'rgatganman. 10-darsda ko'rasiz, metodlar ko'p. Bularni qayta-qayta bajarish orqali o'zingizda ham bemalol tasavvurda hisoblash uslublarini bajarib, qobiliyatini shakllantirib olasiz. Demak, mental arifmetikani tashkil qilib bo'ldingizmi? Endi nima bo'ladi deyilsa, o'quvchilarni saqlab qolish jarayoni bor. Buning uchun siz 13-darsda pastda qoldirilgan ssilka bor, ya'ni SMM haqida. Siz darslaringizni videoga olish, montaj qilishingiz, avval va keyin bajarilgan ishlaringizni, o'quvchi qanaqa holatda keldi-yu, keyin qanaqa darajaga chiqdi, videolarga olishingiz, ularni tarqatishingiz, o'zingizga shaxsiy kanal ochib turib boshqalarga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Trener bo'lib shu shaklda ishlaysiz. Turli xil muammolar, yo'l-yo'lakay hal bo'ladigan muammolar ham bor. Asosiysi siz bizning oramizdasiz. Asosiysi siz shu yerda o'zingizdan vaqt ajratib, o'zingizga mana shu pul sarflab turib, oramizga qo'shildingiz, kursni o'rganishni boshlayapsiz, balki o'rgatishni ham boshlagandirsiz. O'rgatayotgan inson kamchiliklaringizni to'ldirish uchun bu guruhga qo'shilgan bo'lishingiz mumkin. Asosiysi siz to'g'ri yo'ldasiz, biz bunga ishonamiz. Asosiysi siz bizning davramizdasiz. Sizda imkoniyat bor. Siz qiladigan ish darslarni ketma-ketlikda ko'rib chiqish, ko'rish bilan birgalikda bajarib chiqish. Ya'ni bitta darsni 2 yoki 3 kun davomida ko'rib tugatib bo'lishingiz kerak.
va bajarib ham. Shu holatda bir oyda siz tugatib bo'lasiz. Keyin bizga kelsangiz, biz imtihon qilib turib sizga trenerlik sertifikatini beramiz. Sertifikat menga kerak emas, bor, men shunchaki malaka oshirish uchun kirdim desangiz ham xohishingiz, lekin asosiysi darslarni to'liq ko'rib chiqing. Yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, guruhda berishingiz mumkin. Sizdan yana xabarlashamiz.